Bismillahirrohmanirrohim. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mushrik bilan muloqasha qilib qoldilarda, haligindan so'radilar. Nechta ilohga ibodat qilasan? Nechta xudoying bor? 7 ta deb faxrlandi. 7 ta. Rasululloh aytdilar, boshingga musibat kelganda qaysinisiga iltijo qilasan dedi, osmondagisiga dedi. Unda nima qilasan qolganlariga iltijo qilib? Bittasiga iltijo qilmaysanmi dedi. Aqlga to'g'ri keladigan gap. Haligi mushrik o'ylandi-da, Rasulullohning so'zidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Yaxshiroq bo'ladi. Men sizga tushuntirib qo'yapman. Alloh qayerda desa bu osmonda demaymiz. Chunki osmon akalar, makon. Osmonda deyotganlar akalar, Alloh taoloning jism deyotgan. Raketa osmonda, quyosh osmonda, Gagarin osmonda. Yaxshiroq bo'ladi. Men sizga tushuntirib qo'yapman. Alloh qayerda desa bu osmonda demaymiz. Chunki osmon akalar, makon. Osmonda deyotganlar akalar, Alloh taoloning jism deyotgan. Raketa osmonda, quyosh osmonda, Gagarin osmonda. Kunlarning birida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir mushrik bilan muloqasha qilib qoldilarda, haligindan so'radilar. Nechta ilohga ibodat qilasan? Nechta xudoying bor? 7 ta deb faxrlandi. 7 ta. Rasululloh aytdilar, boshingga musibat kelganda qaysinisiga iltijo qilasan dedi, osmondagisiga dedi. Unda nima qilasan qolganlariga iltijo qilib? Bittasiga iltijo qilmaysanmi dedi. Aqlga to'g'ri keladigan gap. Haligi mushrik o'ylandi-da, Rasulullohning so'zidan qanoatlandi, kalima keltirib musulmon bo'ldi. Bismillahirrohmanirrohim. Ulamolar aytadi, inson ikkita ilohga sig'inadi. Ikkitasidan bittasiga sig'inadi. Yo, ana shu 7 qavat osmon ustidagi Robbisiga sig'inadi, yo o'zining shu ko'krak qafasdagi havoyi nafsiga sig'inadi. Uchinchi varianti yo'q. Yo Alloh aytganini qiladi odam, yo nafsini aytganini qiladi. Alloh aytganini qilmayaptimi? Demak, aniq bu nafsini aytganini qilayotgan. Deyapti, yo'qmaydi. Issiq turgan payti jumaga bor deydi. Bu yo'qmaydi. Charchab kelgan kuningiz bomdod turilma qildi, o'qi deydi. Saratonda akalar esa 3 yil Alloh umr bersa hajga bor deydi. Meni birorta ibodat aytaychi, nafsizga yoqadigan bo'lsin. Va birorta bir nafsizga yoqqan narsani aytingchi, islom shuni to'g'ri degan bo'lsin. Ulamolar aytadi, inson ikkita ilohga sig'inadi. Ikkitasidan bittasiga sig'inadi. Yo, ana shu 7 qavat osmon ustidagi Robbisiga sig'inadi, yo o'zining shu ko'krak qafasidagi havoyi nafsiga sig'inadi. Uchinchi varianti yo'q. Yo Alloh aytganini qiladi odam, yo nafsini aytganini qiladi. Alloh aytganini qilmayaptimi? Demak, aniq bu nafsini aytganini qilayotgan. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo osmonni yerga yaratmasdan turib, qanday bo'lgan bo'lsa, qayerda emas. Chunki qayer ham yerda, osmon yerni yaratmasdan turib qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday deymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bilan, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliqda edi. So'ngra arshini suvni ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suvni ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Aytamiz, Alloh taolo osmonni yerga yaratmasdan turib, qanday bo'lgan bo'lsa, qayerda emas. Chunki qayer ham yerda, osmon yerni yaratmasdan turib qanday bo'lgan bo'lsa, hozir ham shunday deymiz. Imom Ahmad Musnadlarda keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Uqayli so'raydi: "Ya Rasululloh, Alloh taolo hali osmon, yerni yaratmay turib o'zi qayerda edi?" Joy masalasi bilan, makon masalasi birodarlar. Qayerda edi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kana fi ama, bo'shliqda edi. So'ngra arshini suvni ustiga yaratdi. Demak, birinchi yaralgan narsa Alloh taoloning arshi suvni ustida yaraldi. Hali yer yo'q, hali osmon yo'q, hali hech narsa yo'q. Allohdan boshqa hech narsa yo'q. Mana shu o'rinda ozgina fikr qilaylik. Payg'ambarimiz 7 qavat osmondan ham tevaga ko'tarildi.
Alloh taoloning huzuriga ko'tarildi. Koinot, burjlar, sayyoralar pastda. Yer kurrasi pastda. U kurradagi Arab jazirasi pastda. Arab jazirasidagi Makka pastda, Quraysh pastda, payg'ambarimizning da'vatiga to'sqinlik qilayotgan Abu Jahl, Abu Lahab, Utba, Uqba, Shayba hammasi pastda. أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. Bismillahirrohmanirrohim. So'ngra boshqa hech qaysi bir ulul azm mina rusul bo'lgan payg'ambarlar qila olmagan ishni, shafoatni Nabiy sollallohu alayhi vasallam ummatlariga shafoatni Allohdan so'radi. Va Rasulullohning duosi tufayli hisob-kitob boshlandi. Alloh taolo mahshargoh ustiga keldi. O'zining azamati, o'zining buyukligi, jaloliga loyiq bo'lgan, o'zi bilgan ko'rinishda Alloh taolo mahshar maydoniga keldi. Yer, ya'ni mahshargoh Parvardigorining nuri bilan yorishdi. Kitob, nomaya amal qo'yildi. Payg'ambarlar va guvohlar keltirildi. Ularning, ya'ni barcha bandalarning o'rtalarida birontalariga zulm qilinmagan holda haq hukm bilan hukm qilindi. Va jaa robbuka val malaku saffan saffa. Parvardigoringiz va farishtalar saf-saf bo'lib keldi. Hal yanzuruna illa an ya'tiyakumullohu fi zulalin minal ghamam val malaikatu va qudiyal amr va ila Allohi turja'ul umur. Ular, ya'ni haq yo'lni inkor qilgan kofirlar boqmaydilar. Magar ularga bulutdan bo'lgan soyabon ostida Alloh va farishtalar hisob-kitob qilish uchun keladi-da, ish tamom bo'ladi. Va barcha ishlar yolg'iz Allohga qoldirilajak. Hisob boshlanadi. Hisob-kitob boshlanishidan avval mana bandalar turdi 50 ming yil. Teriga botdi. Ular do'zaxga bo'lsa ham Alloh hukm qilsin, qiylanib ketdi deydi. Payg'ambarimizning shafoati bo'ldi. Payg'ambar alayhisolamning duosi bo'ldi. Endi Alloh taolo hisob-kitob qilgani keldi. Mana shu mahshar maydonida turibdi hozir insonlar. Mana shu Alloh taolo mahsharga kelgan holatda yana bir buyuk, dahshatli bir manzara yuz beradi. Jahannam sudrab kelinadi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyaday. Ey iblis, nimaga men o'zimni ikki qo'lim bilan yaratgan bandaga sajda qilishlikdan bosh tortdi dedi. Innama amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fay. Alloh bir ishni qilmoqchi bo'lsa, shu ishga bo'l deydi, shu ish bo'ladi. Lekin Odam alayhisolamni ikki qo'lim bilan yaratdim deyapti. Yana xos muomalami? Bizning otamiz shunaqa birodarlar. Alloh taoloning qo'li haqida. Ahli sunna va jamoatning aqidasida Alloh taoloning qo'li bor deyilyapti mana. Nima deymiz bunga biz? Muattala, mushabbaha degan firqalar chiqib ketdi. Muattalalar aytishdi, Allohning qo'li yo'q dedi. Qo'li bo'lsa yelkasi ham bo'lish kerak. U beli ham bo'lish kerak. U bizga o'xshab qoladi. Allohning qo'li yo'q dedi-da, yo'q deganligi uchun Allohning qo'lini kofir olib ketishdi. Chunki Alloh taolo ikki qo'lim bilan deyapti. Biyada deyapti, lug'atni biladigan birodarlar. Ikki qo'lim bilan deyapti. Oyatni inkor qilishdi, kofir bo'lishdi. Mushabbahalar chiqishdi. Ha, Allohning qo'li bor, bizning qo'limizga o'xshagan deb Allohning qo'liga sifatni belgilab qo'yishdi. Ular Allohning qo'liga sifat bergan uchun kofir bo'lib ketishdi. Bizni tutgan mavqifimiz qanaqa bo'ladi? Allohning qo'li bor, kayfiyatini Alloh o'zi biladi. Demak, Alloh ikki qo'lim bilan yaratdi dedi, qo'li borligiga iymon keltiramiz. Qandaligini Alloh biladi. Laysa kamithlihi shay'un va huwas samiul alim. Alloh taologa hech bir o'xshaydigan narsa yo'q. Ya'ni Alloh eshituvchi, biluvchi bo'lgan zot. Eshitish qanaqa, bilish qanaqa kayfiyati bizga berilgan emas.